Kurugdagi SXF domni podvalidan 62 kvadratli do'konimiz sotuvga chiqdi. Obzor bilan sizni tanishtirib chiqaman. Marhamat. Kurugdan yuqoriga qarab kelaverishda Fritto magazinni pastida Bibishohdan shunday o'tganingizda Nilufar go'zallik salonining ichkarisidan kirib boriladi. Podvalda bir qator magazinlardan keyin do'konimiz oxirdagi ikkita magazindan bitta oldindagi do'kon. Do'konimiz 62 kvadratdan iborat. Mebel jihozlarini olib turib yana qayta ustanovka qiladigan qilib yasaganlar. Do'konimizga qo'shimcha jihoz tariqasida akvadan xolodilnik qilib qo'yibdilar. Do'konimizning lokatsiyasi ajoyib joyda joylashgan. Odamlar gavjum. Magazinda bir qator go'zallik salonlari hamda notarius va qo'shimchasiga oshxona, fast food magazinlari bor. Siz o'zingizning biznesingizga moslab do'konning ichki sxemalarni o'zgartirsangiz bo'ladi. Do'konga yaxshigina xarajat teganlar. Patolog qismlarini zerkala, ya'ni oynadan chiroyli qilib bezatganlar. Do'konimizda alohida xonasi, hamma sharoitlari mujassam, hojatxona, hammom va kladovka xonachasi bor. Bu 62 kvadratli do'konimiz kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda egalari nomerini qoldiramiz. Qo'ng'iroq qilib narxlari haqida ma'lumot olib savdolashsanglar bo'ladi.